Любовь на показ. Jon singlim, bir ham ochilib ketibsan-ki. Bu kelinchak libosida o'zingni qulay his qilyapsanmi? Ochiqroq, yengilroq fason tanlasak ham bo'lardi. Yo'q, aka, bu menga juda ham qulay. Ayshim, erkak qaldirg'ochim. Ketyapsan, u yerdan uchyapsan. Lekin sevgan odamingga tegayotganing uchun juda xursandman. Albatta, ko'ngli buyurgan joyga boradi-da. To'g'ri-ku, lekin baribir meni ko'nglim g'ash. Aka, qo'ying. Hozir meni ham yig'latasiz. Balki juda shoshilayotgandirsan, ha? Hali oldinda qancha sevgi, qancha kelishgan yigitlar, qancha sarguzashtlar turgandi. Voy, qizimni xayolini buzma, akasi. Hamma ham senga o'xshagan shilqinmidi? Voy, bu qo'ng'iroq ham tinmay jiringlaydi-ya. Qo'ysanglar-chi. Sal qolsa o'z to'yimizga kech qolardik. Qaniydi dadam ham shu yerda bo'lganida. Dadang shu yerda. Qara. Dada? Ey xudo, bolaligingiz ko'z o'ngimdan o'tyapti. Hammasi esimda. Men ham shunaqa xursandmanki, Aysha deb baqirgim kelyapti-ya. Meni qo'ng'irog'im hali ham jiringlayapti. Bu ketishda baqirib o'raman. Aysha! Hoy! O'chir telefoningni. Aysha! Ay, soat necha bo'lib ketibdi-ya? Qo'ng'iroqni noto'g'ri qo'yibman. Aysha! Xo'p, aka, turdim. Men qara, qasam ichaman, bir kuni shu telefoningni sindirib tashlayman. Aka, uzr, uxlayotgandim. Tushimda jiringlayotgandek bo'ldi. Bu uyda hamma o'zicha bir olam. Tavba. Xayrli tong. Yana o'sha bebosh to'dang bilan ertalabgacha ichdingmi? Bekor ayblayapsiz aka, nima aloqasi bor? Nega icharkanman? Unaqa bo'lmadi. O'chir ovozingni. Kidi shu yergacha kelyapti. Qoyili aka, burningizni o'zi alomatda. To'g'risi shunchagina ichgandim, jindekkina, ko'ryapsizmi kelinoyi? Shuning uchun ham hidini bilyapti. Aka, hozir qoziq tishim og'riyapti. Chunki ichdim og'riqni bossin deb. Shifo bo'lsin dedim-da. Bo'lmasa ichmayman, rost ichmayman. Yana kimdan jahling chiqdi, Erkut? Yana dadamni tanimadi. Oyi, men Riza. To'ng'ichingiz. Sen nega kulyapsan, Syu Ellen? Menga qarang, meni nima deyapti? Doktor chidab turasiz dedi. Bu ham shunaqa kasallik ekanda. Balodek bilib turibdi, asabimga tegish uchun qilyapti. Nazmiya, nima aloqasi bor? Axir o'tgan hafta o'zini Ashki Memnudagi anavi Firdevs Yo'ri o'g'lu. Ha, o'sha Yo'ri o'g'lu deb o'ylayotgandi. Qisqasi, ba'zilar bolaligini eslarkan, meni oyim esa ko'rgan seriallarni Unda eslayapti. meni ham odamga o'xshagan birortasiga o'xshatsin-da, Bixter Ziya gul desin. Nimaga unaqa piyonista xotinlarga o'xshatadi meni? Hammaga xayrli tong. Hoy. Hey. Shu ahvolda qayoqqa? Bu nimasi? Shim ham shunaqa tor bo'ladimi? Biram yarashibdi, ammajon. Serialdagi qizlarga o'xshaysiz. Jonim meni. Akajon, har doimgi kiyimim-ku axir. Shunchaki shim. Ishga bunaqa tor shimda borishi bilmadim akajon. Men oshirib yuboryapmanmi? Xudo haqqi aka. Qiz bola uzun ko'ylak kiysin yo adashyapman. Aka, qo'ysangiz-chi. O'zi kech qolyapman. Akang to'g'ri aytdi. Bor, uzun ko'ylak kiyib ol. Aka, Aysha, gapni cho'zma. Qani Aysha, qani jon singlim, qani? Ana u malla yigit uchun kiyinyapti bu. Kim ekan o'sha malla yigit? Ha, bor-ku. Ana Bozorning oldidagi bosniyalik duradgorni o'rtancha o'g'li Ferruhni aytyapsizmi? yo'q, u emas. Orqa ko'chadagi Nejati. U ham shunaqa sochlari to'lqinsimon, sarg'ishroq. Yo'q, u emas. Maktabning oldidagini aytyapsiz. Nazmiya, hozir aylantirib bir solaman. Menga nima qildi? Oy, sen mahallada qancha malla borligini qayerdan bilasan? Malla Bo'ron Metin Tekin. Ha, o'sha uchun Ha? kiyinyapti. Rosa nishonga urdingizda. Chin so'zim. Meni ismimni so'rashsa, eslay olmaysiz. U odam futboldan ketganiga 100 yil bo'ldi-yu. Malla Bo'ronigacha, familiyasigacha aytyapsiz. Esladim. Xudoyim, qani ko'raychi. Ha, yaxshi. Ana qara, odamga o'xshab kiyinsang qanday yaxshi bo'ldi.
Mayli, kechki payt ko'rishguncha. Qizim nimadir yeb ketsang bo'lardi. Oyijon, ketayotib kulcha olib yerman. Yo'l-yo'lakay yeb olaman. Taqvaxonaning oldidan o'tma, orqadan aylanib o't. Xo'p, aka. Mayli, yoqimli ishtaha. Shu qizam erga tegib oila qursa edi, boshqa hech narsa istamayman. Nega kulyapsan? O'zingiz ruxsat bermayapsiz-ku, akajon. Mahallaning eng boy bolasi qizimizga xaridor. Siz nima qilyapsiz? Bolani do'pposlab kasalxonaga tushiryapsiz, komaga tushiryapsiz. Niyati jiddiy bo'lsa, onasini, otasini jo'natadi, o'zicha xat jo'natmaydi. Kimdir chiqib qolar, singlimni ham baxti ochiladi. Kerem qayerda? Rahmat. Kerembek xonasida yo'q, xonim, kecha kelmabdi. Iya, kelmabdimi? Kerem shu yerda. Qara, o'zidan oldin ovozasi keldi. 100 yilda birga bo'laylik dedim. Erta turib, borib intervyu beraylik dedim. Xato qildikmi? To'g'ri ishxonaga boradi dadasi. Bunaqa yangilikdan keyin hech qayerga borishni istamayman. Unga umuman ishonmaysiz. Uni nimasiga ishonay? Bir chiroyli Amerikadagi zo'r nima edi u tashlab kelgani? Dada, magistratura. Ha, Iya. Kecha nima yeganingni so'rasak esla olmaysan. Buni esa unutmaysan, a? U Amerikada o'qish imkoniga ega bo'la olmadi. Ichida qolib ketgan. Shuning uchun unutmaydi. Qanaqa Amerika nima deyapsan? U litseyni bitirgunicha onastum og'zimga keldi-ku. buni Sametga nima aloqasi bor? O'g'ling tentakligini ko'rmayapsanmi? Ham xuddi sariq matbuotni bilmaydigandek gapirasiz, dadasi. Hamma narsani hamma haqida yozishadi. Nega men haqimda u haqida yozishmaydi? To'g'ri. Shu ham gap bo'ldimi endi? Kerem bilan Samet birgami? Bu qanaqa gap, Yilda opa? Bezorilik qilmagani uchun Samet aybdor bo'lib qoldimi? Qoyil. Ya'ni bir paytlar biz ham yosh bo'lganmiz. Men ham shuni aytayapman-da. Ba'zi odamlar PR bo'ladi, yangiliklardan tushmaydi, ortidan ergashadigan muxlislari bo'ladi deyapman. Keremda shularning hammasi bor. O'rgildim o'sha Paridan ham, yangiliklardan ham, muxlislardan ham. 100 yilda bir marta iltimos qilgandik deyapman. Oilaviy o'sha yerga boraylik dedik. Turinglar, kech qolyapmiz. Qolaversa bu yangilik eski. Men ishonaman, bola u yerga keladi. Ish chiqib qolgandir. Qani yuringlar, kech qolyapmiz. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ish qilaman deb bizni poylayapsan shekilli. Yo'q, ishlayapman Yelda xonim. Odam ishlayapti, yur. Faqat gap poylashni biladi. Kerem, Hammomdaman, go'zalim. yaxshi, unda men ham turay. Yo'q, sen turma hayotim. Bemalol uxlayver. Men chiqqach seni uyg'otaman. Birga ajoyib nonushta qilamiz. Haligi asal bilan, quymoq bilan degandek, xo'pmi? Kechki payt yangi narsa Ha, keladimi? keldi, kechki payt. Kech qoldik. Agar endi tuta olsak. Kech qoldik, u dugonajon qayerlarda yuribsan? Nima qilay? Akamlar qahvaxonaning oldidan o'tma deyishdi. Men ham qayoqlardan aylanib keldim. Bu uydan qolgan kiyimda bo'lsang ham savdoyi oshig'ing baribir izingdan qolmayapti. Voy, ovsar sabri. Mahalladan beri poylab kelyaptimi bu? 2 daqiqa kutinglar. Hozir gaplashib kelaman. Sabri, nima qilyapsan? Mahalladan beri meni kuzatib keldingmi?
Menga qara, bunday bo'lmaydi. Men uchun sensiz kelajak yo'q, nega tushunmaysan? Agar unuta olganimda shu paytgacha allaqachon unutgan bo'lardim. Seni juda sevaman. Sabr, lekin men seni sevmayman. Harakat ham qilmayapsan u. Bir uchrashib ko'rsak, balki sen ham meni sevib Yo'q, qolarsan. seva olmayman. Qo'ysingchi. Sabr, men boshqasini sevaman. Akamlardan joningni zo'rg'a qutqarib qolding. Bas qil endi. Rosti oxiri kimdir xafa bo'ladi. Bunday bo'lmaydi. Sabri, hali ham Ayshaning orqasidan yugurib yuribsanmi? Nima bo'ldi? Nima dedi? Alohida uy aka. Alohida uy istayapti. Oylar bilan bir uyda bo'lmaydi deyapti. Ko'ngli bor ekanda. Bekorga orqasidan yurarmidim aka? Telbalarcha sevadi meni deyapman. Snimaем. Aralashma. Chiroyli chiqdimi? Shunday. Bo'ldimi? Marhamat. Davom etamiz. Eng yuqori daromadli onlayn savdo saytlaridan biriga asos soldingiz. Xo'sh, Sulton hammomdan chiqqan bir to'qimachi bu sohada qanday qilib birinchilardan bo'lishga muvaffaq bo'ldi? Bolaligimdan beri eng yaxshi qiladigan ishim bu tinglashdir. Bir kuni kenja o'g'lim Kerem bilan do'sti Volkan oldimga kelishdi. O'shanda litseyda o'qishardi. Ikkalasi ham jo'ja qo'rras, o'zlaricha bir nimalarni g'o'ldirashdi. Tingladim. Ma'lum bo'lishicha, shu ishni tushuntirishayotgan ekan. Ishning ichidagi nurni ko'rdim. Ishni boshga o'tdim, ularni ham yonimga oldim. Samit ham desa o'lib qolardi go'yo. Jim, hozir men haqimda ham gapiradi. Keyin esa bu bolalar. Hormanglar bolalar. Xayrli kun, Sog' bo'ling. Davom eting. Ishingizga omad. Aslida kenjatoyim Kerem iltimos bir soniya. Albatta, bemalol. Biz shu atrofni suratga olib turamiz. Keling, sizga o'zim yordamlashay. Albatta, men kutib turaman. Shoshilinch bo'lsa. Voy bola, qayerda bu Kerem? Muhsin amakijon, men unga qo'ng'iroq qildim, lekin u telefonini olmadi. Agar olganda men aytmoqchi edim, lekin u ehtimol yo'ldadir, kelayotgandir. Qo'ng'iroq qilding-a? Voy bola, unga ayt, bu yerdan atelyega o'tamiz. Agar u yerga ham yetib kelmasa, qaytib umuman kelmasin. Uqdim. Qo'ng'iroq qilgan emish. Mushtek bola meni aldayapti. Volkan, menga qara. Sen bu bolani kechki payt ko'rmadingmi? To'g'risini ayt. Yo'q, Yelda xolajon, biz birga edik-ku, lekin u bir do'sti bilan ertaroq ketdi. Aslida erta ketgach nima bo'lish kerak? Erta yotib, erta turgan bo'lish kerak, shunday emasmi? Lekin chamamda unday bo'lmabdi. Volkan, shuni bilib qo'y. Sportzalga ham bormabdi. Yomon narsa bo'lmagandir, to'g'rimi? Yo, qo'ysangchi, hozir kulib kirib keladi. Keremni bilmaysizmi? U tonggacha uxlamay chiqqandir-da. Uxlamay nima qilgan? Kelayotgandir. Qayerda bo'lsa ham uni darrov topib shu yerga olib kel. Bu dadasini endi men ham ushlab tura olmayman. Hamma yoni boshiga ko'taradi. Hop, buni menga qo'yib bering. Nima qilib yuribsan ha, og'ayna? Bir, ikki, uch. Beshgacha sanash nasib qilmadi-da. Kerem, qayoqqa ketyapsan? Kerem! Kerem! Xo'sh, ishing bitdimi? Shunisi yetadi, men ishim bitdi. Bir narsani so'ramoqchiman. Bemalol. Oilaning mashhur shaxsi Kerembek qayerda? Haligi Keremni bir ish chiqib qoldi.
U faqat atelyega keladi. Uni suratlarini o'sha yerdan olasizlar. Ha, albatta. Bu birinchi do'koningiz, to'g'rimi? Hali ham u yerni saqlab turibsizmi? Albatta, uni qo'ldan chiqarar ekanmanmi? U yer mening birinchi qaldirg'ochim. Muntazam har kuni boraman. U yerga ko'proq katta o'g'lim Samet qaraydi. Xonim, marhamat, har qanday qulaylikni yaratib beramiz. Rahmat. Asta-sekin ketamizmi? Albatta, bugun sizni ixtiyoringizdamiz. Siz nima desangiz shu bo'ladi. Alo. Nima bo'ldi? Biznikilar keldimi? Ha, kelishdi og'ayni. Muhsin amaki bilan hozir qahva ichib, og'ayni ustundan kulyapsanmi? Bu yerda tugatishda boshqa joyga o'tishyapti. Yo'q. Yaxshi, unda men atelyega Telefonni menga ber. Bilib qo'y, Muhsin amaki g'azabdan quturyapti. Ko'zlari qonga to'lib qolgandek. Senga shuni aytib qo'yay, og'ayni. qo'ysangchi. Rostdan shunaqa, oxirgi marta uni yaxtadagi yong'in mojarosida shunaqa Ularni ko'rgandim. qo'y. Darrov atelyega borsin. Og'ayni, tez atelyaga bor. Yetib bording bo'lmasa bu safar dadang rostdan ham seni. Bo'ldi, men u yerga o'tyapman, ammo sen ham chalg'itsang, biror nima o'ylab topsang bo'lardi, Volkan. Og'ayni, ovozing uzilyapti shekilli. Tunnelga kirdingmi? Ovozing kelmayapti hozir. Og'ayni. Volkan, nima qilyapsan? Qayerda ekan? Tunnelga kirib ketibdi. Bo'pti, o'chir, o'zim senga keyin ovozimni eshittiraman. Bu yerda 40 ta ishchimiz bor. Ularning hammasi men uchun farzandlarimdek. Chunki biz katta bir oilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek kesish, bichish, tikish, hammasini shu 40 kishi bajaradi. Juda yaxshi. Meni savollarim shu edi, Muhsinbek. Agar Merichni ham ishi bitgan bo'lsa, Oilaviy suratga olamiz. Yaxshi. Unda suratga tushamiz. Xo'p, juda yaxshi. Biroz yaqinroq, ana shunday. Kerak qayerda qoldi? Bilmayman, hozir kelib qolar. Biroz yaqinlashamiz. Yaxshi, juda chiroyli. Bir daqiqa shoshmanglar. Mensiz oilaviy suratga tushyapsizlarmi? Ana qarang, yaxshi odam gap ustiga. O'rgildim bunaqa yaxshi odamdan. Dadasi. Dadajon. O't bundoq. O't. bu bola borgan sari yoqimtoy bo'lib ketyaptimi yo menga shunaqa tuyulyaptimi? Jim, uyat. Ana shunday suratga olyapman. Ana shunday yana bir marta. Endi biroz jilmayamiz. Ana shunday. Bo'ldi, shu bilan meni ishim tugadi. Kerimbey, shu yerda ekansiz, sizga bir ikkita savol bersak maylimi? Albatta, aslida men sizni ko'rganimdan xursandman. Sabr kosam to'lishiga mana shuncha qoldi. Marhamat. Ham shirkat asoschisi bo'lish, ham shunchalar jo'shqin shaxsiy hayotga ega bo'lish. Bunday odam faqat siz bo'lsangiz kerak, shunday emasmi? Hozir jo'shqin deganda shuni nazarda tutyapsizmi yo'qmi bilmadim, ammo bu gapim hamma uchun emas albatta. O'sha yozilayotgan, chizilayotgan narsalarning bittasi to'g'ri bo'lsa, mingta yolg'oni bor. Muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uncha ham oson emas. Kerim, tashqariga chiq. Tashqariga chiq deyapman. Chiq. Xonim, nima bo'ldi? Nega baqiryapsiz? Qoch. Xonim, kirish mumkin emas. Kiraman. Dada, kimdir Kerim deb baqiryapti. Kim edi bu? Bilmadim, mahalladagi yagona Kerem menmidim? Kerim, tashqariga chiq. Do'sti bo'lsa kerak. Kerim, chiq dedim. Kerim, Nima bo'lyapti? Yo'q, Kirish yo'q, mumkin dada. emas, xonim. chiqaringlar uni. Dada, Xonim, Qani? kirish mumkin emas. Qochinglar. Xonim, mumkin emas. Chaqiringlar uni. O'zingizni bosing. Nonushta qilmoqchi Xonim, edik. mumkin emas Bilan deyapman-ku. asar bilan nonushta Bo'ldi, qilmoqchi qiling. edik. Xonim. Kerim, Bo'ldi. chaqiringlar uni. Xonim, Keldi, balosi bilan keldi. Ah, Muhsin amaki. o'zingizni bosing. Chaqiringlar, qani? Iltimos, xonim. Bo'linglar. Xonim, bo'ldi. O'zingizni bosing, Chaqiringlar mumkin dedim. emas. Nega ko'chani boshingga ko'tarib baqiryapsan? Tinchlanib ol, ichkariga kir. to'g'ri. Go'zalim, nima qilyapsan? Bu yer ishxona bo'lsin. To'g'ri savolni men beray. Bu yerda nima bo'lyapti? Rostdan ham nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti o'zi? Hozir aytaman nima bo'lganini.
Kecha menga telbalarcha shirqimlik qilib, meni aldaganidan keyin bugun ertalab yonimda juftakni rostlabdi. Nimaga endi? Yo'q, unaqa Nimaga emas. endi deydi-ya? O'zingiz bosing xonim, bo'ldi. Lekin men Qilish ushlayman. mumkinmi? Ha, ushlayman. Xonim, Sen kimni ushlaysan? Kimni? Yelda ajim bo'l. O'g'lim unaqa ish qilmaydi. To'g'ri, men unaqa ish qilmayman, dadajon. Aslida hammasi unaqa bo'lmadi. Bu bechora qizni o'zingiz ham tushungandirsiz. Biroz tibbiyotda haligi nima deyishardi? Tibbiy jihatdan bu qiz savdoyi. Yana meni savdoyi deyapti-ya bu. Meni bo'ldi, savdoyi qizishmang. deyapti. Voy, men sizni tanidim. Bugungi gazetalarda Kerimbek bilan surati bor edi. Ha, rostdan ham o'sha. Rasmga ol. Dada? Gaplashyapsiz bo'ladimi? O'g'lim, sen nega do'koningda o'tirmaysan? Biror marta tinchgina ovqatlarni olmaymizmi? Dada juda o'g'lim? muhim shuning uchun. Nima bo'ldi? Yana mashinani urib oldingmi? Yo'q, unaqa emas. Sabri, senga ham suzaymi o'g'lim? Yo'q, oyim, men yemayman. Suv olib kelay. Dada! Ayshani menga olib bering. Qanaqa g'urursiz, qanaqa yaramas bolasan-a? U qizni akasi hammani ko'z o'ngida seni o'las qilib urdi-ku. Chalajon qilib qo'ydi. Obro'yimizni bir pullik qilaylikmi? Dada! Sabra, bilib qo'y. Seni derazadan uloqtirib yuboraman. Tur jo'na. Sabri qayerda? Voy, qayerga ketsa ketsin, yot tabba. Voy o'lmasam. Voy o'lay. Yaqinlashmang. Bolam. Yaqinlashmang. Yaqinlashmang, o'zimni tashlayman. O'g'lim, Sabri. pastga tush. Qo'l oyog'ingni sindirasan. Qo'l Pastga oyog'im tush. nima? Men kallamni sindiraman, kallamni rostdan sindiraman. Boshim bilan sakrab Yo'q. sindiraman. Kerak emas. Rostdan o'zimni boshim bilan tashlayman. Iltimos, o'g'lim, Mana bunday pastga tashlayman tush. o'zimni. Yaqinlashmay o'zimni tashlayman. To'xta. Aysha! 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 Dadasi. Bas qil. Aysha! Voy Aysha deyapti. Hop, to'xta. Tashlayapman. Pastga tush. Achinarli. Ha, bu bola muxbirlar oldida ham sharmanda bo'ldi. Men bolani aytyapmanmi, Gonja? U bilan nima ishim bor? Qizga achinyapman deyapman, qizga. Odam o'z-o'zidan bu ahvolga tushmaydi. Qara, qanday yig'layapti. Tashqarida ham rosa baqirdi. Nima qilibdi? Qizni majburlabdimi? Majburlabdimi? Kim bilsin, shirin gaplar bilan qizni avrab qo'yganda. Kim kimni avradi ekan? Hamma narsaga shunaqa sodda, shunaqa to'g'ri qaraysanki, bilib qo'y jonginam. Bu kerimni avray olgan qiz bir umr malikalardek yashaydi, tushundingmi? Yo'q-e. Kerim. Hech qayoqqa qimirlama. Kel qizim. Voy, chipirg'i. O'tir, o'tir. Isming nima qizim? Gizem. Meni kim deb o'ylayotganingizni bilaman, lekin chin so'zi bunaqa qiz emasman. Yig'lama, yig'lama qizim. Qani menga bir boshdan aytib berchi. Dugonalarim bilan tashqariga chiqqandik. Undan oldin boshqa bir davrada tanishib olgandik. Yonida hatto Volkan degan do'sti ham bor edi. Volkan? Ha, Yonida edimi? ha. O'shanda tanishgandik. Voy, yaramasi. Xullas, keldida gap o'ta boshladi. Men albatta avvaliga umuman e'tibor bermadim. Ayollarga suyagi yo'qligini bilardim, ammo keyin shunaqangi chiroyli, shunaqa mehr bilan qaradiki. Kulayotganida doim menga qarardi. Men ham o'ylabmanki, men faqat ko'nglimga yoqqan odamga kulib qarayman, o'zimga o'xshatdim.
Ahmoqlik qildim. Ha, soddalik qildim. Ishoning. Balki eng yaxshisi bu dunyodan jimgina ketishdir. Yo'q, zinhor bunday narsalarni o'ylama kerak emas. Buni xayolingdan chiqarib tashlab, menga qara. Sen yoshsan, oldingda seni qanday go'zal hayot kutib turibdi. Xavotir olma. O'zim aqlni kiritib qo'yaman. Umuman xavotir olma. Quloq sol. Shuni zinhor unutma. Hayotda hech narsa, shu jumladan meni o'g'lim ham seni shu bir tomchi ko'z yoshingga arzimaydi. Qaniydi u ham sizga o'xshasa. Mayli, endi o'zingni qo'lga ol. Qani bolam, aslo xafa bo'lma. Tura qol. Kimgadir aytaman, seni uyinggacha kuzatib qo'yadi. Qani bolam, xafa bo'lma qizim. Yura qol. Samet, Labay dada. Husaynga aytib, bu qizni uyigacha kuzatib qo'ysan. Xo'p. Siqilma qizim, xafa bo'lma. Kerem, ichkariga kir. Joylarni qo'y, bu yoqqa olib kir. Nomiga xo'jayinsiz xolos. Aqalli bitta choy ham so'ray olmaysiz. Nima qilay dadam so'radi. Men ketdim. To'xta, bunaqa oshnoxor ketma. Siz ham yuring, marhamat qani. Choyni qo'yib tur. Voy bolam, men eshakdek ishladim. Peshonam ter qotmasdan, qayta ter to'kib, nimaiki topgan bo'lsam shunday topdim. Meni peshona terimni olib, kayfu safo qil. Mana shunday qizlarni dilini og'rit. Bizni el yurtga sharmanda qil. Dadajon, sharmanda qilish yo sharmanda bo'lish degan gap yo'q. Keling, biroz tinchlanib olaylik. Qolaversa, muxbirlar u qiz qandayligini tushunib olishdi. Ular ham shunday yozishadi. Siz xavotir olmang. Qildog'imga keldi. Jonim qildog'imga keldi. O'z aybingni boshqalarga to'nkay berishingdan. To'nkaganim yo'q. Dada, o'zingiz nuqul meni aybdor qilasiz. Ay, qanaqasiga aybdor bo'lmaysan. Hammasi kundagi ravshan. Dada, nega menga ishonmayapsiz? Qizning aqli joyida emas. Nima, o'zing aqli rasomisan? Dada, hozir menga adolatsizlik qilyapsiz. Muhsin berosa baqiryapti. Men Nega birinchi marta uni tushunmayapsiz, bunday dada? ko'rishim. Nazarimda bolasini endi oq qilib yuborsa kerak. Unda Muhsin aka chiqqanida qo'llaridan o'paman. Yaxshi bo'ldi, to'g'ri qilyapti. Nima, qizga achinmadingmi? O'sha Kerimbek battar bo'lsin. Ahmoq. Qiz, nuqul qiz. Yaxshi bo'ldi, juda yaxshi bo'ldi. Ijtimoiy rolikka o'xshaysan. Ko'nglimni qora qilding, yetar endi. Qiz ozgina chiroyli bo'lsa ham tushunardim. To'g'risi, ilohim u qiz ko'ngli toza kimnidir uchratsin-da, bugungi kunni unutib yuborsin. Dadajon, endi mayli, ismi muhim emas. O'sha qiz yig'ladi, men yig'lamadim. Shumi muammo? Agar shunday qilsam, menga ishonadigan bo'lsangiz, men ham yig'lay. O'g'lim, qanaqa yig'lash? Qiz tavba qildim, o'zimni o'ldiraman deyapti. O'zini o'ldirmoqchi. Astag'firulloh, unday gap yo'q, dada, joniga qasd qilmaydi. Xo'p, tan olaman, biroz yengiltak bo'laman, lekin u qiz ham shunaqa. Hammasi o'zaro kelishuvga ko'ra. Qolaversa, unday uylanish taklifi, va'dalar degan narsalar nega o'zicha kelin bo'lib olibdi? Bor yo'g'i oilam bilan tanishtiraman degandim. Menga qara o'g'lim. Sen yengiltaklik deb kulib aytib berayotgan narsangni boshqalar sevgi deb ataydi. Qanaqa yengiltaklik? U qiz sevgi deyapti axir. Shunday qalbni toplashga haqqing bormi? Tushunarli, siz menga ishonmaysiz, dada. Mayli, men ham sizni ko'nglingizni xotirjam qilay. Bu bergan nasihatingizni bundan keyingi munosabatlarimda doim esda tutaman. Bu yerga yozib qo'ydim. Boshqa ishingiz bo'lmasa, menga ruxsat. Bilasiz, kechki payt onlayn modalar namoyishiga tayyorgarlik bor. Men boray-a. Biron gap bo'ldimi, dada? Biron nima demoqchimidingiz? Akangni kichikligida ko'p urganman. Rahmatli onasi doim oldimga chiqib, "Qo'ying dadasi" derdi. Yosh edik, ish tashvish orasida bolaga tushirardim. Ammo seni shu yoshinggacha bir chimdim ham urmasdan katta qildim. Endi o'ylayapman, balki xato qilgandirman. Xo'p, men boray. Ketma bola. Hech qayerga ketmaysan. Xo'p, ketmayman-u, ammo bu yerda nima qilaman, dada? Sizga xalaqit beraman, qolaversa, tushlik vaqti bo'lib qopti. Ovqatni ishchilar bilan yeysan, keyin senga birorta ish topaman. Bundan buyon men nima desam shu. Biz ketyapmiz. Mayli, men oshxonada yeyman.
1 2 3 4 4,5 qaramasa kerak. Kechirasiz. Biz siz bilan tanishmadik. Unchalik emas. Isming nima edi? Aysha, Aysha. Xo'p, mayli, ishondim. Mayli, men esa Keremman. Meni taniysan. Tanishganimdan xursandman. Aytmoqchimanki, tushlikka birga chiqsak. Bahonada menga bu yerdagi ish jarayonini batafsil tushuntirib berarding, xo'pmi? men xursand emasman. Kerem Bey. Qolaversa bu yerdagi ish jarayonini juda ham bilgingiz kelsa, akangiz Samet Bey sizga tushuntiradi. Ishingizga rivoj. Bey, Ha? bu yerda nima qilyapsan? Bu yerdami? Ha? Hech narsa qilmayapman. Dada, siz ham oshirib yubordingizda yana nima qildim? Ha, esladim. Ishdagi hamkasbimdan oshxona qayerdaligini so'rayotgandim. Ishdagi hamkasb emas. Yolg'on gapirma. Boshqa seni u qizni yonida ko'rmay. Aysha nima? Ismigacha bilib olibdi-ya. Go'yo bo'sh vaqtida kelib senga salom bag'ishlabdi-yu, sen uni yuzini yerga qaratding. Menga qara, o'g'lim demayman. Shirkatni ham hammasini sham bilan izlab qolasan. U qiz menga rahmatli askar do'stimdan yodgor. Qo'ying dada, siz ham meni noo'rin ayblashga tushyapsiz endi. Men shunday ish qilamanmi? Qilsang o'zingga jabr, bilib qo'y. Aysha xonim. Assalomu alaykum. Besh daqiqa o'tirsak bo'ladimi, Riza? Nimaga qarayapsizlar, birodar? Qani oldinga qara. Marhamat aka. Bizga choy olib kel. Shuncha ko'rgulikdan keyin bu yerga kelib Riza bilan gaplashasan deyishsa, har holda kulib yuborgan bo'lardim. Kadir aka, men ham hammasi bu darajaga yetishini istamagandim. Inson yashasa nomusi uchun yashaydi. Biz dadamizdan shuni ko'rganmiz. Bunga gap tegmagunicha o'zimizni ishimiz bilan band odamlarmiz, ammo bunga gap tegsa, meni ko'zimga hech narsa ko'rmaydi. Menga qara Riza, o'tmishda bo'lgan voqealarni unutaylik. O'shanga bir chiziq tortaylik. Tortaylik albatta. Kadir aka, tortaylik. Hammamiz bir mahallaning odamimiz. Erta-indin ko'z-ko'zga tushadi. Unutaylik aka, bu masalani yopaylik. Farzand degani boshqacha bo'lar-kan, Riza. Xudo umri bilan bergan bo'lsin. Seni ham qizing bor, bilasan. O'zi rozi bo'lsin, aka. Faqat biror noto'g'ri ish bo'lmaguncha bizni hech kimni farzandi bilan ishimiz yo'q. Aytdim-ku, Riza. O'tmishni unutaylik. Qolaversa, men bu yerga xayrli ish bilan keldim. Men o'g'lim tushunishimcha sevgiga qattiq mubtalo bo'libdi. Buni davosi ham yo'q. Axir bu pul-mul bilan hal qilinadigan ish emas. Menga qara. Qo'lingda o'lib ketay dedi. Lekin u hali ham sevaman deyapti. Agar ruxsat bersangiz, biz kelib yaratganning irodasi bilan singlingga xaridor bo'lmoqchimiz. Nima deysan? Kadir aka, shunday yo'l yo'rig'i bilan kelinsa, bizni eshigimiz doim ochiq albatta. Ammo bu ishlar ko'ngil ishlar, ya'ni men oyimdan, singlimdan ham bir so'ray. Shunga qarab sizga aytamiz. Unda yaxshi. Menga ruxsat. Sendan xabar kutaman. Mayli, ishlaringizga rivoj. Sizga ham rahmat. Xo'p desangiz bo'lardi-ku aka. Yana oyimdan so'ray deyapsiz. Nimani so'raysiz oyimdan? Oyimda aql qoldimi? Odam keldi deguncha. Bunda o'tiring iltimos, akajonim. Xullas, bu mahallada undan ham yaxshiroq, munosibroq nomzod bormi? Bo'lsa ayting. Boy demoqsan-da. Boy bo'lsa nima bo'pti? Ko'raylikchi. Ayshaning ko'ngli bormikin? Akajon, hozirgi yoshlar hech gaplashmasdan, ko'rishmasdan nimadir deyisharmidi? Haftadan bola bizni Ayshadan xayrixohlik ko'rganki, dadasini bu yerga jo'natyapti. Shunday emasmi? Demak, ular gaplashib yurishdimi?
Ertalab ularni galantereyachi Nomon amaki ko'rib qolibdi. Aysha bilan Sabrini gaplashib turishganmish. Menga kelib tinchlikmi dedi. Sizlar mebelchi Qadirning o'g'li bilan fotiha qildinglarmi yoki ular hammani ko'z o'ngida bemalol gaplashib yurishibdimi dedi aka. Aylantirib basharasiga shunday tushirdimki, men ochig'i jahlingiz chiqmasin deya hech narsa demayapman. Ayshani ham quloqini cho'zib qo'yaman. U alohida masala. Akajon, siz ham sal xotirjam bo'ling endi. Menga qarang, singlimiz yo'l yo'rig'i bilan turmush quradi. Kelin bo'ladi. Badavlat oila bular aka. Bola ham yolg'iz farzand. Qizimizni ham sevadi. Singlimiz rohatda yashaydi aka. Bizni ko'rmadi. O'sha yerda ko'radi. Meni sho'r peshona Aysha. Kechki payt Orolda konsert bor. O, ochiq havo, musiqa. Unda men o'rnimga ham o'ynab kel. Aslida sen ham borsang birga vaqtcha oliy qilsak. Qaniydi bora olsam. Bilaman, lekin doim faqat tushlik tanaffusda uchrashyapmiz. Menga qara. Senga qo'limni ham tekiz olmayapman. Ber seni aldamadim-ku. Boshidan hammasini tushuntirdim. Men shundayman dedim, akalarim shunday. Meni shartlarim ham shu. O'shanda hammasiga rozi bo'lganding. Hech narsa muammo emasdi. Lekin endi yetarli emas. Men nimadir o'zgarishini istayman. Men sen uchun kurashishga arziydigan yigit emasmanmi? Qaniydi hayotimizni kurash bilan qozona olsak. Ammo hayotimizni birlashtirganimizda ana o'shanda boshqa gap. Vaqt kelganida. Vaqt kelganida. Ay, 4 daqiqa qolibdi. Bo'ldi, 3 daqiqa 40 soniyada o'sha yerdamiz. Xavotir olma. Bor tezroq. Tezroq bor. Hey, idishingni olib qo'y. Ha, to'g'ri. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Dada, jo'natib yaxshi qildingiz. Bu yerda u ishlolmasdi baribir. Ishlaydi, o'g'lim ishlaydi. Agar ishlolmasa, yo o'zining joni og'riydi yoki boshqa birovning jonini og'ritadi. Keyin yana biz xafa bo'lamiz. Marhamat. Kechki payt konsertga borgach xabar qilaman. Balki musiqa ham eshittirarman. Xo'pmi? Ha, ana. Dada. Siz bo'lsa bu qizni farishta deb yuribsiz. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Xo'p. Ko'rishguncha. Yengiltak bizmidik? Xotinboz bizmidik? Mana sizga hozirgi zamon qizlari. Nimaga kulyapsan? Ana u mashina bor-ku. U eski model. Ammo meniki yangi. Aytib qo'yay, balki seni baholash tiziming bordir. Men oldinga o'tib olarman yoki shunga o'xshash. Bilasanmi, sendan jahlim ham chiqmayapti. Chunki odam senga o'xshagan bechoralarga uncha jahl ham qila olmaydi. Gaplaringni o'ylab gapirsang yaxshi bo'lardi. Nima bo'lganda ham xo'jayining bilan gaplashyapsan. Yo'q, men avval yaxshilab gapirib olay. Undan keyin o'ylab ko'raman. Shoshma, qiziqib qoldim. Nega?
Kelishgansan. Puling bor. Men ishlaydigan joy egasining o'g'lisan. To'g'ri. Yana o'z oyoqlaring bilan yonimga kelding. Nega senga ro'yxushlik bermayapman? To'g'risi ham shuda. Men ham aynan shuni aytyapman. Yana kel tan olaylik. Hozir ketgan boladan ancha tuzukroqman, shunday emasmi? Ha, unovcha kelishgan, ammo u qaraganida muammo bo'ladi. Tizzalarda tuz yig'ilishi va hokazo, shunday emasmi? Ha, ajoyib. Hazillarga kulish boshlandimi? Demak, Keremning aurasiga kiryapsiz, Aysha xonim. Ehtiyot bo'ling, ko'nglingizni oldirib qo'ymang. Keyinchi qolmaysiz, ha? Nazarimda sen ko'ngling bilan boshqa joyingni adashtirib yuboryapsan. Ana endi zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni bir xilmiz, hech qanday farqimiz yo'q. Mukammal juftlik o'ylashimcha. Farqimiz bor. Chunki sen ko'rganingga ishonasan, men esa his qilganimga. Menga qarang, Kerimbey. Agar siz atrofimda o'rlashaveradigan bo'lsangiz, menimcha bunga hojat yo'q. Ammo agar siz men xo'jayiningman, istaganimcha qilaman desangiz, unda men sizga ishingiz boshingizda qolsin deyman-u. Ishdan ketaman. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.